Assalomu alaykum, aka-uka, kaptar, qo'zlar, xonadonlar, uydagilar, ballar, hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukr olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsun. Mana aziz yaqin birodarlar, hammalariga salom. Shahmardonga kelsalar, dordi yonida magazinga kirsalaring, mana bakallardan tortib oling, mana narsalarni. Oling. Oling. Qirg'iz magazinga kelsalaring, hamma narsa bor. Oma hamma narsa arzon ekan. Bu bakallar qarang. Buni qarang, bakallarni, mashalloh. Endi bunaqasi ham bor mana. Yaqinlashavering, yaqinlashavering. Endi mana bunaqasini qarang-da. Qoshiqlari bilan kofe qilsalaring, bemalol olib turib, aralashtirib, bemalol cho'rasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Mashalloh. Baqa keling, yaqinlashtiravering. Olib kelavering. Olib kelavering baqa. Mana shunaqa mahsulotlar bor, mabodo bakal, uylarga ishlatgani kerak bo'lsa, hamma narsa bor. Endi plastina, adiol, chochiq, bironsa kerak bo'lsa, mana yana bitta ham bor. Endi mana bu termizlar bor, piyalalar bor. Endi piyalalarni ham ko'ryapsizlar mana. Bir xil bas, chiroyli, mana shunday chiroyli qilib erinmasdan qilishgan. Alloh rozi bo'lsin. Kesalaring, xonadonlariga qo'yib qo'ysalaring, bemalol mehmonni kuzataverasizlar inshaalloh. Kelavering baqa. Mana endi piyalalar ko'ringlar. Chiroyli piyalalar ko'rib turib, men o'zim havas qilganim uchun sizlarga ham ilindim mana. Piyalalar qarang chiroyligini. Kelaverasizlar Shahmardonda Qirg'iz magazinga kelsalar, shunaqa akam reklama qilishgan ekan deb bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi mana buni qarang-da, 6 dona, 7 dona piyala, mabodo mehmon kelsa, sovchi kuzataman sizlaring, choy poychaman sizlaring, bemalol bitta olib turib, bemalol choyni ichaverasiz mana. Qarang, chiroyligini. Mashalloh. Ulardan agar nima qilsa, shulardan ham bitta olamiz, xudo xolasa. Bular 5 tami 6 ta bo'lamiz ichida? 6 ta. 6 ta qani bittasi? Bittasi qayerda? Mana shuni bo'lish kerak unisi ham. Qani? Buni oldim. Metta yana bitta topamiz ham bunga. Olamiz bundaqa. Qarang, chetda bormikin? Mana kesalaring, chinnilar, piyalalar, talinkalar bor. Choynaklar bor. Mana qaranglar, nima kerak bo'lsa, bemalol kelasizlarda Shahmardon pirimga kelib turib, shunday dortayna kirsalarini kohonimiz kelib kutib olishadi. Bemalol mahsulotlar kerak bo'lsa, yotamansi, pastel kerak, sovun kerak, bakal kerakmi, nima kerak bo'lsa bor. Mana hozir o'zim yana choynaklar qarang chiroyligini, qarang. Choynaklar qarang chiroyligini. Mashalloh. Ana endi mabodagi xonadonga qo'yaman desalaring, mana bunaqasi ham bor mana. Endi hali ikkita, uchta o'tirib, birtara novvoy choylar qo'yib olib ichasizlar. Maza qilasizlar, bolalaringiz shukur. Endi bunaqa past nimalar atib qo'ygan narsalarimiz, hamma narsalar borki, bozorlardan ko'ra magazinga kirdik. Magazinda arzon ekan narsalar. Men ko'rib, o'zimga xursand bo'lganimdan olyapman. Ana piyalalardan kelsa olaverasizlar. Piyala kerakmi, nima kerak bo'lsa bor ekan. Ana kohonimiz o'zlari olishyapti. Og'ir do'konni o'zini ham olib qo'yamiz. Buni qarang, buni unaqalari ham bor ekan. Buni ularni ham qarang, chiqish bundan bular. Malades, gap yo'q. Bular ham boshqacha ekan. Gap so'z yo'qmi? Ana ko'ryapsizlar ham akalar? Mana shunaqa piyalalar bor ekan. Bular ham shunaqa bir xilmi? Gap yo'q. Mana kelib olib ketishaveradi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi men hali nima deganimki, hammomlarga o'zlaringiz o'qib qiladigan seni shamponlari bor, sovunlari bor, hamma narsalari bor, kelib murojaat qilib olib ketaverasizlar. Videolarimizni olib rahmat deb bedalang